Davlatimiz rahbarining 2026-yil 26-may kunidagi kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyatini tadbirkorlarga tushuntirish maqsadida Xorazm viloyati soliq boshqarmasi tomonidan hududlarda seminarlar tashkil etilmoqda. Jumladan, Xonqa tumanida o'tkazilgan seminarda Bog'ot tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirok etdi. Shuningdek, Shovot tumanida tashkil etilgan seminarda Qo'shko'pir tumani tadbirkorlari qatnashdi. Yangibozor tumanida o'tkazilgan tadbirda esa Gurlan tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirok etishdilar. Aynan Urganch tumanidagi uchrashuvda Yangiariq va Urganch shahridagi hisobchi va ishbilarmonlarga soliq sohasidagi o'zgarishlar haqida ma'lumotlar berildi. Bugun Yangibozor tumanimizda bir chiroyli bir seminar bo'lib o'tdi. Soliq xodimlari kelib turib shunday seminarlar o'tkazdi. Seminarda tushunmaydigan narsani o'zi bo'lmadi. Hamma narsani chiroyli tushuntirib qo'ydilar. Bizani umumiy ovqatlanishimiz bo'yicha zo'r yangiliklar chiqibdi. Misol hozir men iminli spirtnoy to'g'risida, tamaki mahsulotlari to'g'risida o'zim savollar berdim. Hozir misol savollarimga to'liq javob oldim. Bizani umumiy ovqatlanishda avval biza qo'rqadan edik. Bir ishchini olsak, bir ishchini olgan vaqtida qani soliq xodimi kelib tekshirib qolsa, boshqa bo'lsa, hozir yana shunday telefonda ishchilarni ro'yxatga olish to'g'risida tushuntirildi. Misol 1 soatlik, 5 kunlik postenniy misol ishlaydigan ishchilarni shunday qo'shilib tushuntirdi. Seminarlar davomida soha mutaxassislari tomonidan farmonda belgilangan yangi imkoniyatlar, imtiyozlar va yengilliklar haqida batafsil ma'lumotlar berilmoqda. Prezidentimiz farmoni bo'yicha o'zgarishlar yaxshi bo'ldi. Oldin ana 1 milliardga oshsa qo'shimcha qiymat solig'i o'tardik. Endi bu o'zgarishlardan keyin 5 milliarddan oshsa endi soliq to'lovchi hisoblanadi. Yangi tadbirkorlarga umumiy ovqatlanish, xizmat ko'rsatish hammasiga yaxshi imkoniyat yaratildi. 5 milliardga дейін ana aylanma soliqda to'lashi mumkin. 5 milliarddan oshsa qo'shimcha qiymat solig'iga o'tib hisobot berish mumkin, shu qo'shimcha qiymat solig'i to'lashi mumkin. Bu farmon bo'yicha kichik tadbirkorlarni yiriklashtirish, oldin masalan yiliga 1 milliard, 2 milliarddan oborot qilib turgan bo'lsa, 5 milliardga дейін bemalol oborot qilib, yiriklash imkoniyat tug'diradi. Yana 5 milliarddan keyin qo'shimcha qiymat solig'iga o'tib ishlashi mumkin. 5 milliardga дейін aylanma soliqdan to'lab ish ko'radi. Bu tadbirkorlarimiz uchun katta imkoniyat bo'ldi. Jumladan 2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvarga qadar asosiy faoliyat turi umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasi bilan bog'liq bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lashning soddalashtirilgan tartibini tanlash imkoniyati taqdim etilmoqda. Seminarlar davomida oylik aylanmasining naqdsiz qismi ulushidan qat'iy nazar to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasining 40%ni korxona hisob raqamiga qaytarish mexanizmi joriy etilgani haqida ham ma'lumot berildi. Yakunda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan batafsil javob olishdi.